Internet kabelida UTP, FTP yoki STP yozuvi bo'ladi, lekin bular nimaligini va qaysi biri sizga kerakligini bilmayapsizmi? UTP bu himoya qatlami yo'q, ya'ni ekran yo'q kabel. U arzon va egiluvchan. Agar kabelni kesib ko'rsangiz, ichida faqat rangli simlarni ko'rasiz. Hech qanday folga yo'q. Oddiy ofis va uylar uchun to'g'ri tanlov. FTP buning asosiy farqi ichida alyuminiy folga qatlami borligida. Bu folga kabelni tashqi elektromagnit ta'sirlardan himoya qiladi. Agar internet kabelingiz 220 volt elektr simlari bilan bitta joydan, masalan, plintus ichidan o'tsa yoki zavod, server xonalari kabi kuchli uskunalari bor joyda ishlatilsa, albatta FTP olish kerak. Aks holda internet tezligi pasayib ketishi mumkin. STP bu esa eng kuchli himoyaga ega kabel. Bunda folgadan tashqari ustidan maxsus metall setka ham o'ralgan bo'ladi. Bu kabel juda qimmat va qattiq bo'lib, asosan katta zavodlar yoki kuchli uskunalar bor joylarda ishlatiladi. Oddiy uy sharoiti uchun UTP yetarli. Agar atrofda elektr kabellari ko'p bo'lsa, FTP oling. Zavod yoki ishlab chiqarish uchun esa STP. Keyingi videolarda Cat 5E, Cat 6 va Cat 6A farqlarini aytib o'tamiz. Kuzatishda davom eting.